sohalar chorrahasida joylashgan turizm bugun shunchaki bir tarmoq emas, balki iqtisodiyot uchun yuqori daromad keltiruvchi yirik industriyalardan biriga aylangan. Ekspertlar tahliliga ko'ra, turizm rivojlangan hududlarga tashrif buyurayotgan har bir sayyoh o'sha hudud iqtisodi uchun qancha bo'lsa-da hissa qo'shishi tabiiy. Shu o'rinda qisqacha tahlil. Tarmoqdagi yangilanishlar sabab joriy yilning aprel oyida O'zbekiston ilk bor bir oy ichida 1 milliondan ortiq turistni qabul qildi. Bu hali hammasi emas. Mamlakatimizda ichki sayyohlar oqimi ham xuddi shu raqamni takrorladi. Bu albatta mamlakatda turizm sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar samarasidir. Ayniqsa davlatimiz rahbarining 2022-yil 30-apreldagi ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori O'zbekistonda ichki va ziyorat turizmini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Jarayonga barcha tegishli tashkilotlar biriktirilib, mavjud imkoniyatlar ishga solinmoqda. Aytaylik, Turon bank ham davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ushbu tashabbusda faol. Masalan, birgina o'tgan yilning o'zida bank xodimlari dastlab Buxoro viloyatida, so'ngra esa Samarqand va Farg'ona viloyatlarida ichki turizmni amalga oshirgan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davri mobaynida qadimiy Xiva shahrini ziyorat qilishdi. Endigi navbat o'zining fusunkor tabiati, betakror an'analari va urf-odatlari bilan mashhur Surxondaryo viloyatiga. O'zbekiston tabiati shunchalik betakrorki, buni qilishib bo'lmaydi. Taassurotlarimiz bir olam juda xursand bo'ldik. Asrlar ardog'ida sayqal topib kelgan Surxon elining betakror urf-odatlari bugun dunyo nigohida. Nafaqat ichki, balki tashqi sayyohlarni ham o'ziga rom etgan hudud tabiati esa bu alohida mavzu. Mana hozir xodimlarimiz ichki turizm doirasida bu Sangardak sharsharasini ham ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu xodimlarga nafaqat ham ruhan, ham jismonan, ham ma'nan qadam tashlamoqda. Bu Turonbay o'rtasida doimiy an'anaga aylanib ulgurdi. Va bank rahbariyati bu narsani juda ham yaxshi qo'llab-quvvatlayapti. Xodimlarning kayfiyati qanaqa? Xodimlarning kayfiyati juda ham a'lo. Bundan ko'zlangan maqsad ish unumdorligini oshirish, xodimlarning bilimini oshirish. Xodimlarning yildan yilga qiziqishi ham ortib boryaptimi mana shunday ommaviy tarzda o'tkazilayotgan tadbirlarga? Albatta, bu yil oxirigacha o'tkaziladigan loyihalarimizni bir boshlanishi deb qarasak ham bo'ladi. Bundan keyingi bosqichlarimiz ham xuddi shunaqa xodimlarimizni bir joyga jamlagan holda ham bilim nuqtai nazaridan, ham ichki turizmni amalga oshirish nuqtai nazaridan eng yaxshi so'lim maskanlarda olib borish rejalashtirilgan. 4 fasl tarovatiga ega mana shunday O'zbekiston tabiati o'zining fusunkorligi bilan barchani rom etishi bor gap. Bu borada ayniqsa Sangardak sharsharasi, uning go'zalligi, yon atrof qiyofasini boshqa biror joyga taqqoslash mumkin emas. Biz mana jamoamiz bilan Sharsabz bank xizmatlari markazi xodimlari birgalikda mana Surxondaryo viloyati Sarasiyo tumani Sangardak qishlog'iga keldik. Bu tashabbus hech narsaga o'xshatib bo'lmaydi-da, o'zgacha. Misol uchun Sangardak qishlog'iga mana birinchi marta kelishimiz, tabiati betakror, ajoyib, juda zo'r manzara, chiroyli. Xursand bo'ldik. Qolgan filiallar bilan o'rtoqlashdik. Bilimimizni oshiramiz, ham tabiat qo'ynida mana maza qilib, dam olib, o'zimizni har tomonlama saviyamiz oshmoqda. Albatta bu kabi tashabbuslar mamlakatimizda ichki turizmni yanada rivojlantirish, aholining yurtimiz betakror tabiati tarovatidan bahra olishi, dam olishi va hordiq chiqarishiga imkon yaratishida o'ziga xos zamin bo'lmoqda. Zero bugungi dolzarb vazifalardan biri ham aynan shu. Biz bu haqdagi tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimiz orqali yana batafsil so'z yuritamiz. Akmal Shodiyev, Nail Rahmatulin, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryo viloyatidan.